bugun men o'zimga palansinni mana koralloy rangidan oldim. Serisini olganman qishda. Hozir yozda issiq bo'lgani uchun mana shunaqa chiroyli rangi bor. Hozir mana oldinglarda ochamiz. Buni ko'rasizlar mana. Mana ochiladi chiroyli upakovkalarda, mana firmin upakovkalarda. Mana ochamiz. Chiroyli ochamiz mana. Ajoyib. Olib tashlayman. Qaranglar qanaqa ajoyib. Rangini qarang. Mana karollari, mana qaranglar. Ajoyibligini qarang. Judayam 1.90 ga 1.40. Logotipimiz tushirilgan. Ajoyibligini qarang buni. Hitlarini qarang. Germaniyaniki kelyapti. Germaniya hitlab ko'rganmisizlar? Yo'q, конечно. Vau. Qaranglar buni chiroyligini. Ajoyib, a? Logopedlari bor. Mana dengiz, sariq dengizlarni oldi buni o'ralib olib, ko'rasiz, shuncha mana energiya. Birinchidan energiya beradi sizga. Og'riqlarni qoldiradi. Himoyaydi. Bu o'zidan ham otritsательный anion chiqazadi. Qaranglar. Ajoyibmi? Yoqdimi? Qarang. Yozga bunaqa rangini oldim, qishda seri rangini tutdim. Ana endi xudo xolasa kuzga qora rangini olaman. Yoqdimi? Mana qaranglar, logotipimiz rasmlari tushirilgan. Mana. Demak, bu tarkibida turmalini bor, germaniyasi bor, nima qon aylanishini tartibga solib beradi, limfa drenaj qiladi, metabolizmni tartibga solib beradi va mana issiq kunda sizni salqin konditsioner, sovuq kunda esa sizni salqin qilib beradi. Shunaqa xususiyatga ega. Ajoyibmi? Hammanglar olinglar mana, qaranglar. Ikki taraf tutsa ham bo'ladi. Ikki tomonlab tutsa bo'ladi. Mana qarang. Bu yog'i mana to'qroq, ha? Xohlasangiz bu rangini bu tomon tutishingiz mumkin mana. Двухсторонний. Mana. Logotiplari ko'rinyaptimi? Конечно. Mana. Ajoyib. Uyda qish paytida одеяло ham keragi yo'q, yoz paytida простынь ham keragi yo'q. Домашний кондиционер, лечебный. Yoqdimi?